4. bölüm. Ötken aşı mezgil içinde Adviy Kallistratov, Jalpaq saz bekitidagi Inga Fedorovna namiga bir necha parcha xat yozib avatdi. Inga Fedorovna shahar pochtaxonasini so'rab elinadigan bo'limiga javob yo'llab turdi. Chunki Adviyning shaharda hozir boshqa tayinliq adresi yo'q edi. Adviy onasidan baldur ayrildi. Bo'yda qolgan Diakon Kallistratov yurkining butun qurbini, hamma dunyoviy va diniy bilimlarni o'g'li bilan qiziga bag'ishladi. Avdiydan 3 yosh cho'ng hadisi Varvara Leningradga o'qishga ketdi. Sifan maktabiga kirman deb yurgan edi, lekin uni cherkov xodimining qizi maktab bolalarini bularga ishinib topshirg'il bo'lmaydi deb qabul qilmadi. Shuningdan keyin u imtihondan o'tib, sanoat institutiga kirdi va shu beti Leningradda qolib qoldi. Turmush qurdi, oilalik, bola chaqliq bo'ldi. Hozir qaysidir bir loyihalash yurtida sizmakashlik qiladi. Adviyning yo'li ruhoniy bilimlar sohasiga tushgan edi. Bu uning orzusi edi. Shundaqla otasining orzusi edi. Bo'libmi Varvara Sifan maktabiga kirgandan keyin u shundaq bo'lishni texim orzu qilgan edi. Adviyning diniy maktabda bilim ilishga boshlaganligini ko'rib, Diakon Kallistratov ish-ishidan jo'lib xo'shal bo'lib, emgiki va o'g'it nasihatlarning zoyi ketmaganligidan, nallari Xudoga yetib borganligidan o'zini to'liq baxtiyor hisoblaydi. Lekin uzoq o'tmayla u omonatini topshirdi. Yelimi taqdir mehribon ekan. Bo'lmasa u farzandi Adviyning odamning o'zidek koni ilmiy ilohiyat Tangri Taoloning boqiy va cheksiz qudrati bilan mangu yoritilgan diniy ta'limot sohasida biatga berilib ketishini, kupurliq o'ylarga yo'l qo'yishni ko'radigan bo'lsa, buni asla ko'tarolmagan bo'ladi. Adviy Kallistratov oblast yoshlar gezitining ishlariga qatnashishga boshlagandan keyin Diakon Kallistratov uzoq yillar oilasi bilan istiqomat qilgan kichkina uy, yangi tayinlangan cherkov xizmatchisiga berilib, sobiq diniy maktab o'quvchisidan uni bo'shatib berish talab qilindi. Endi uning cherkov bilan aloqasi uzil-kesil uzilgan edi. Adviy Leningraddan hadisni chaqirdi. Xolsa ota-onasidan qolgan o'ziga kerakli narsalarni, asosan butlar bilan suratlarni xotira uchun miros tariqasida ilib ketsin dedi. O'ziga dadasining kitoblarini ilib qoldi. Hada ini shu chaqda oxirgi qatim uchrashgan edi. Ularning o'zlariga yarasha hayot yo'li bor edi. Ular shuningdan beri ko'rishgani yo'q. Ularning bir-biri bilan bo'lgan munosabati yomon emas edi. Lekin nima amaba? Ömür yo'llari boshqa ekan. Shuningdan beri Adviy haqlarning uyini ijaraga olib yashadi. Puli bor chaqlarda alayda uylarda, puli yo'q chaqlarda odatdagi uylarda yetib yurdi. Shuning uchun uningga yozilgan xatlar pochtaxonaning so'rab elinadigan bo'limiga avatiladi. Adviy Kallistratovning oblast komsomol geziti tahrir bo'limi tarafidan O'rta Osiyoga avatilishi dal mana shu paytlarga to'g'ri keldi. Bu fikrimi Adviyning o'zidan chiqdi. U mamlakatning Yevropa qismidagi yoshlar orasida nashkashlik qandoq yo'llar va vositalar bilan tarqalayotganligini o'rganmoqchi va uni sharhlab bermoqchi edi. Nasha bo'lsa O'rta Osiyoda Chu va Mo'yinqum cho'llarida o'sadi. Nasha mashhur hindi kandirining bir tuqqan ochisi. Janubdagi dashlarda o'sadigan yovvoyi qo'rayning bir turi. Yovvoyi qo'rayning o'pirmoqlari, chechaklari va changlarda odamning beshini aylantiradigan, chekkanda hushini ketkizadigan va xiyolni ko'klarda sayr qildiradigan, lekin normadan eshib ketsa ruhini ezadigan, qiynaydigan va oxiriga berib saran qilib qo'yadigan moddalar bo'ladi. Uni chekkandan keyin atrofdagi narsalar odamga g'oyat xatarlik bo'lib seziladi. Adviy Kallistratov safardan olgan tasirotlarni yo'l o'chirgilarda tafsiliy tasvirlab yozdi. Cho'lda kutilmaganda bo'ri to'pig'i duch kelganligini, o'z ko'zi bilan nemini ko'rgan, beshidan nemini o'tkazgan bo'lsa, hammasini ham guvohchi, ham puxra sifatida alam va tashvish bilan tasvirladi. Kandir o'tining jamiyatga qanchalik ziyon selishi mumkinligi haqida ko'yinib ogoh berdi. Biroq tahrir bo'limi dastlabda quchoq ichib kutib olgan o'chiriklar boshda qisqartildi, keyin butunlay chiqmay qoldi. Avdiy ishning hech yurishmayotganligi, o'zi duch kelayotgan qiyinchiliklar ustida Inga Fedorovnaga xat yozib turdi.
Advi uni taqdir ilohining o'ziga ato qilgan in'omi dunyodagi eng yaqin odami deb biladi. Uning nazarida Inga Fedorovna bir daryo edi. Shu daryoda bir cho'milib olsam, o'lib ketayotgan vujudim qayta tiriladi. Shuning bilan turmushdagi ongsizliklarni yengish uchun o'zimda kuch paydo qiladim deb o'ylaydi. Audi bara Inga Fedorovna bilan yezishgan xatlarning hayotidagi eng cho'ng voqea ömrünün esil məzmuni və mənisi bulub qalğanlığını düşünüb yetdi. O xətni evet vetkəndən keyin şunulu oylab yaşaydı. Yazğan nərslərinin həmmisini xatirəsində yeni bir başını tiklib çıxartdı. Ularını izahlaydı, özü-özə düşündürətdi. Bu bir-birindən tolumu yıraqda bolğanlarının qəlidi bir uçuruş idi. Onun azablıq söygü fontanları yürgüdən itilib çıxıb, hər qandaq zaman və makandan halqıb ketərdi. Keyin mən xeyligacha o'ynab yurdim. Xetimning beshidagi so'zlar sizni ta'jubga selib qo'yamdimikin? Padaru o'g'li Muborak ruh ismi bilan o'zim shundaq an'analar ichida tarbiyalanganligim uchun ularni tilga olgan edim. Har bir jiddiy gap oldin ularni eslayman. Chunki shu so'zlar yuragimga quvvat beradi, tilimni sozlaydi va o'tkir qiladi. Xuddi ibodat qilayotgandek bir ahvolga tushaman. Shuning uchun men bu odatimni o'zgartib o'ltirmadim. Ruhaniylar tabiqasini chiqqanligimni va diniy maktabda o'qiganligimni sizga yana bir navbat eslatib o'tyapman. Men sizdan o'zimga tegishli hech narsani yo'shirishni xohlamayman. Sizga bo'lgan munosabatim meni shunda qilishga taqozo qiladi. Yana shunimi ko'p o'ylaymanki, siz bilan xo'shlashgan cheg'imizda yaqin bo'lib qolgan va sanlashib paranglashgan edik. Endi bo'lsa yana siz deb yozyapman. Meni kechiring. Xo'shlashganimizdan buyon texi ko'p vaqt o'tgani yo'q, lekin men nimadir bir nima bo'ldi. Shundaq hamma tantak odamlar o'zlarini oqlash uchun doim turli bahona sabablarni o'ylab topadi. Bu xolisona aytilgan bir gapda, har holda oramizda shunchalik uzun musofa turibdi. İcazət bering, sizni sizlab yazay. Shundaq qilsam, o'zimni xeyli yenik sezaman. Mubada siz bilan ko'rishish menga yana nasib bo'lgan bo'lsa, yuragimdagi eng muqaddas, eng yaxshi orzu-armanim amalga oshgan bo'ladi. Orzular menga o'z farzandlarimdek bo'lib qolgan. Men ularni orzulab o'stirman. Ularsiz birdammi turolmayman. Öz pushtingdan tamg'an bolalarni söyish, ularni xuddi orzu armandek söyish qanchalik baxt saodat ekanligini yaxshi tasavvur qilaman. Bu arzular ruhning abadiy jazibasi va cheksiz ilohiy mukammalligiga intilishidan tug'iladi. Shunda qilib, o'zimmi to'ymagan holda shu arzular tufaylidan yo'qlik tashvishiga qarshi g'olib turman. Ehtimol muhabbat o'limning aksidir. Shuning uchun tug'ilish hodisasi qatorida u tiriklikning asli oshquchi bo'lsa ajab emas. Men sizga yana didor ko'rishish nasib bo'lsin deb sizga bularni xuddi durud o'qigandek takrorlayapman. Shu chaqda uchrashgan chig'imizda sizni xijillikda qo'ymaslikqa va'da beraman. Hozir aytish lozim bo'lgan gaplar shunchalik jiqki. Inga Fedorovna yodingizda bo'lsa kerak. Sizning yurtingizga berishdan maqsad maqola yozish edi. Maqolalarim gazetda chiqishi bilan ularni sizga havo pochtasi orqali avataman deb aytgan edim. Afsuski, nashkash bolalar, nashi izlab yurgan o'smir yigitchaqlar va shular bilan bog'liq bo'lgan hayotimizga hamma qayg'uli hodislar haqidagi uchiriklarimning pat orada gazetda chiqishiga aqlim yetmay qoldi. Men bizning kunlarimizda davatman. Chunki kandir bu yerlarda noiti burunqi zamonlardan beri yovvoyi holatda o'syotdim. Buningdan 15 yil burun buni o'zingiz bilasiz. Nemishqa men buni sizga o'zi mutaxassis bo'lgan odamga aytayotganligimni bilmayman. Lekin o'qiling. Men baribir Inga Fedorovna buni hikoya qilishim kerak va yana sizga hikoya qilib beraman. Faqat shularla mushu ishlarning hammasiga qandoqdir ma'no bag'ishlab turadi. Shunda qilib 15 yilcha burun bu kasofat o'tni nashkashlar uni o't deyishidi. Chekish uchun yoki boshqa biror maqsadda yig'ish hech kimning xiyoliga kelmagan ekan. Shu yerlik odamlar shundoq deydi. Bu ofat texi yaqinda paydo bo'ldi. Albatta uningda g'arbning ta'siri oz emas. Mana endi menga qaysidir tashkilotlarga bayonot yozishni taklif qilyotadi. Aqliga sig'amdi shu gap. Tushunaman. Bu masalani ko'tarib chiqish oson emas.
Yoshlar o'tirsida adolat yuzdan aytib qo'yayli, qisman ingi tuvan yoshlar o'tirsida apyunkashlar, nashkashlar to'g'risidagi dahshatlik pash qilg'uvchi maqollar obro'y sha'nimizga dog' tushirarmish. Hammani darg'azab qilarmish, kulkiga qilarmishmisi. Cho'chigan narsalarni qarang, aldamchilik emasmi bu? Siyosatda to'yga qushiga o'xshab qilish emasmi bu? Oqibati haddidan ziyoda eg'ir bo'ldigan bundaq obro'yning kimga keragi bor? Bu so'zlarni o'qitib Inga Fedorovna voy bechara, ahmaq, nimacha sadadur, nimacha yenib ko'ydigandir deb miyqingizni kulib qo'ygansiz. Yoki aksicha tashvishlanib qo'shimosini turib qo'ygansiz. Rostini aytsam, bu sizga to'limi yarashadi. Qo'shimosini turgan chog'laringizda chehringiz ilohiyatning mohiyatiga yetishga uringan yosh rohiblarning ruxsarlaridek pok va g'oyat sirliq bo'lib qoladi. Ashu Aysa alayhissalom oshqi, hörlərinin haqiqiy go'zalligiga ularning ilhom bag'ish mabtunkorligida emasmi axir? Agar men bu so'zlarni ovozimni chiqarib aytsam va yana boshqa odamlarning oldida aytsam, u holda til yog'limini qilayotgandek bo'lib qolar edim. Lekin boya aytib edim, sizning oldingizda mening yo azaytib va yo ko'paytib ko'rsatgan mutlaq hech narsam yo'q. Mubada sizning tashvishlik xiyol bilan to'lgan chehringiz xotiramga uyg'unish davri san'atining Buvi Maryamni tushirayotgan bo'lsa, undaqda bu holni mening san'at sohasidagi tajribasizligimga ortib qo'ying. Ish qilib qandaqla bo'lmasin, so'zlarimning samimiy ekanligiga ishonarsiz deb umid qilaman. Oxir hamma shundaq boshlangan emasmidi? Siz og'zimdan chiqqan birinchi so'zimda menga ishondingiz va mening hayotimda butunlay yangi bir sahifa ochdingiz. Bugun yana maqolam yuzdan tahrir bo'limiga bordim. Ahvol shundaqla, hech qanday o'zgarish yo'q, hech qanday siljish yo'q, hech qanday yo'riqlik yo'q. Nemishqa mening chul o'chiriklarimni tahrir bo'limi boshda xo'shal xuramlik bilan oldi-yu, endi ko'ngillari butunlay sovib ketadi. Buni menga hech kim tuzukroq qilib tushuntirib bera olmaydi. Ular o'tirsida o'tirg'i qo'yilgan masalalarning naqadar muhimligini oshkora tan ilishqa emasmidi? Elishqan emasmidi? Gazetning bosh muharriri meningdan o'zini chatga olgan. Koshki telefon berib olg'ili bo'lsa, ayol kotibi doim oldirash debla javob berdi. Birdam hay'atlar yig'ini, birdam cho'ng yig'in, birdam yuqori chaqirgan, ular mana shularni bahona qilishni bakmi yaxshi ko'rdim. Yana o'zim yolg'iz tonish ko'chalarda ketib borman. Bu yerga chatdan kelib qolgan yot odamga o'xshayman. Go'yo shu yerda tug'ilmagandek, balliqimdan tortib cho'ng bo'lmagandek, yurkim muzdek, bo'sh o'zimni yot sezman. Go'yida tonish bilishlarim mening bilan ahvollashmaydi. Ular meni dindan ozgan, murtad, maktabdan qo'g'langan, biatchi va kaza deb biladi. Faqat bir narsa yurkimga harorat beg'ishlab turdi. Faqat bir o'y doimini o'ziga tortadi. Bu mening xatlarim. Yo'l bo'yi nimalarni yezishimni o'ylayman. Keyingi xatimda uningga qiziqarli bo'lgan hamma narsalar haqida hikoya qilib beraman. Suyimlik ayol haqida xiyol surish, uningga xatlar yezish hayotimning asl mazmuniga aylandi deb zotla o'ylamagan edim. Qani qanotim bo'lsa, tezroq uning oldiga parvoz qilsam, yana uning bilan tunchi qitim uchrashgan yerga borsam, tezroq bo'lsa-chu mengib ketib o'tib, shularni o'ylagan. Balkim boshqa odamlarning beshidanmi shunday kunlar o'tgandi. Ularmi ma'lum bir mezgil hayotining mazmunini faqat muhabbatda bilib, shuningdan xush bo'lib, beshi osmonga taqishib yurgandi. Lekin mening ulardan farqim shuningdiki, men toki o'lgicha so'yman. Hayotimning butun ma'nosi shuningdala bo'ladi. Mana keng ko'chalarda yopirmoqlar to'kilib etibdi. Men yozgan narsalar yozning 5ida bo'lib o'tgan edi-ku. Tahrir bo'limi shu chaqlarda mening fikrimni qo'llab tezroq yezishga oldiratgan edi-ku. Amaliy ishga kelganda tahrir bo'limi o'zini kayniga tortishi mumkinligi xiyolimga kelmagan edi. Ommaviy matbuot sahifalarida faqat o'zimizga to'g'ri keladigan va yoqadigan, obro'y keltiradigan, utuqlarni umumlashtiradigan degan narsalarni yezish kerak. Deydigan g'alati odat bunchalik kuchli ekanligi haqida o'ylamagan ekanman.
Shu kunlarda butun fikr xiyolim janubdagi o'lkalarga qildigan safarim bilan band edi. Rossiyaning ichkarisida tug'ilib o'sganligim uchun u notanish yerlar menga to'liq ajoyib ko'rinadi. Boradigan bo'lsam, tashkillash choparmanlarning biridek ularning maxfiy to'plariga qo'shilib boraman deb ko'nglimga pukib qo'ygan edim. Chetda turib kuzatish bilan bu yerda hech narsaga erisholmaysan. To'g'ri yeshim nashkesh choparmanlardan sal cho'ngroq, lekin sirtdan qaraganda shubha tug'diradigan darajada emas edi. Tahrir bo'limidagilar agar ko'ni chopan bilan to'zib ketgan qalpoq kiyib olsangiz, uning ustiga saqalingizni qirdirib tashlasangiz, sizni shu xildagi bolalardan zodla ajratqili bo'lmaydi deyishdi. Bo'pti, dedim-de, saqalimni qirdirib etdim. Hech qanday xotira daftar tutmadim. Bu yo'lga bolalarni nimalar boshliqligini aniqlashim, pul tepish va savdo setiqdan boshqa yana nima ularni buncha band qilib atganligini bilishim kerak edi. Men belgilik hadislarning shaxsiy, ijtimoiy, oilaviy, ondan qolsa psixologik holatlarni shularning ichida turib o'rganishim zarur edi. Shuningga qarab hozirlik qildim. May edi. Nasha may oyidan boshlab chechaklaydi. Shuningdan boshlab uning gulini terish uchun maxsus odamlar mo'yinqum va cho'llarga atlandi. Bularning hammasini menga shahrimizdagi maktablarning birining tarix o'qituvchisi Viktor Nikerovich Gurudetsiki degan tanishim hikoya qilib berdi. Uning bilan ikkimiz bir bog'dan, bir tog'dan degandek paranglashgan chaqlarimizda u meni chaqchaq qilib ota avdi deb chaqiradi. Uning yeshimi meningdan ancha cho'ng emas. Hadam varvara bilan tang tush edi. Viktor Nikiforovichning bir jiyani bor edi. Tug'ilgan vaqtida uningga o'zi Pasha Pahum deb ot qo'ygan ekan. Ana shu pashasi o'lgur nashkashlar to'piga kirib qopti. Buni keyinroq bilibdim. Na ota-onasi, na Viktor Nikiforovich xabardor bo'lmabdi. Bir kuni Pasha ota-onasidan Riyazanga buvamning yeniga berib kelaman deb ruxsat so'rabdim. U buvisining qishig'a pat-pat berib turadi ekan. U ketib 5 kunlardan keyin Viktor Nikiforovich Qozog'istonning nohiyati yiroqdagi bir stansiyadan yo'l nazorat qilish taftish mahkamasining targivchi Jasilbekovidan telegram oldim. Telegramida sizning jiyaningiz temir yo'lda jinoiy tarzda zaharlik chekimlik elib ketayotganida qo'lga tushdi, turmada yotadi deb xabar qilingan edi. Viktor Nikiforovich Jasilbekovning nemishqa bolaning ota-onasi emas, o'ziga telegramma avatganligini darhol sezibdi. Pasha hadadan ziyoda qattiq qo'l dadisini qo'rqibdi. Viktor Nikiforovich darhol aeroplan bilan Olmutaga beribdi. U yerdan poyezdga tushib, bir kech kunduz yo'l menib, ashu cho'ldagi bekatga yetib beribdi. Qarasa Pashaning ahvoli chataq. Maxsus qonun bo'yicha u sud qilinishi, kam bo'lganda 3 yilga kesilishi va qamoq muddatini rejimi qattiq bo'lgan joylarda o'tkazishi kerak ekan. Jinoyat isbotlangan, sudning bo'lishi aniq edi. Viktor Nikiforovich afsuslanibdi. Jiyaniga bular ish bo'pti. Endi iloj qancha apla demakdan boshqa amal yo'q. Jinoyat o'tkazgandan keyin jazosini tortsin deb tushuntiribdi. O'zini qanday tutish, sudda nima deb javob berish kerakligini uqtiribdi. Ota-onangga o'zim tushundirman. Turmaga berib xabar elib turman deb jimilabdim. Jasalbekov tag'a jiyanining hamma gap so'zlarini anglab o'tirgan ekan. U birdilla mundaq debdi. Viktor Nikiforovich, agar jiyaningiz bu jinoiy ishga endi hargiz qo'l tiqmayman deb va'da bersa, siz unaqa kepil bo'lasiz. Men bu mas'uliyatni ustimga olib, uni qo'yib etman. Meningcha bu balni to'g'ri yo'lga selish sizning qo'lingizdan keldi. Agar u yana bir qitim nashi bilan qo'lga tushadigan bo'lsa, ig'ir jinoyatchilardek turmaga tashlandi. Endi o'zingiz bir nima deng. Viktor Nikiforovich xush bo'lib ketib, Pashani kepillikka oldi. Jasilbekova nima deb minnatdorchilik bildirishini bilmay qopdi. Jasilbekov bo'lsa mundaq debdi. Sizdan Viktor Nikiforovich bir iltimosim bor. Turgan joyingizdan bizga yordam qilishingizni so'rayman. Matbuotda mushu ishlar jiddiy o'tirg'a qo'yilsa, qaltis yaxshi bo'lardi. Siz degan muallim-ku
Biz yüz bergen yoki yüz berayotgan jinoyatlarga qarshi kurash qilamiz. Lekin mana buningga o'xshash ona suti og'zidan ketmagan bolalarni bu odamzod bo'lmagan bepoyon cho'llarga oynib ketgan odamlar, ashadiy jinoyatchilar orasiga kimlar qanday qilib evatvatganligini biz bilmaymiz. Oxir biz o'smirlarni sotga beryapmiz, sotlashga majbur bo'lyapmiz. Sizning darrov yetib kelganingiz yaxshi bo'ldi. Menga yordam berdingiz. Ko'pchilik urug' tuqqanlar, ular ko'p sonni tashkil qildi. Umuman kelmaydi. Ondan 15 yoshli bola rejimi qattiq turmalarga tushidi. Turmada nima bo'ladi deysiz? Nimani o'rganadi u yerda? Pes, hech narsaga yaramaydigan bekor talab bo'lib chiqadi. O'zingiz bilasiz. Viktor Nikorovich turmaga yo'llashga majbur bo'lamiz. Bu ishlarni ko'rib odamning jini kuydi. Ishonamsiz, o'tgan mavsumda bizning uchastkining o'zidala 100 dan ortiq o'smirni sot qildik. Qo'lga tushmaganlari ko'zimizni paqirtib turib, qashqanlari qanchadan. Ular son-sanoqsiz kelaveradi. Arxangelskdan tortib Kamchatka taraflarni kelishidi. Xuddi biliq uruqlagandek oxir bormi buning? Hammasini qamg'ili bo'lmaydi-ku. Ular nasha yig'ishni ujur-bujurg'icha egallagan. O'zlarining yo'l boshlovchilari bor. Ba'zilari shu yerliklar, ba'zilari boshqa joylardan. Ular bolalarni nasha jiq o'sgan joylarga boshlab boradi. Biz ularni sotlaymiz. Ularning poyezdlarini nima qilayotganliklarini bilasiz. Yo'lovchilar poyezdga tushmaydi. Yük poyezdlarini to'xtatishadi. Yo'lovchilar poyezdda ularni darhol tutib olishadi. Ular qandaqdir bir maxsus dori tepibdi. Shuni kechasi relis va shipallarning ustiga sepib chiqadi ekan. Yiroqdan poyezdning chiroq nurlari tushganda shu sepilgan narsa xuddi yinayotgandek yo'l, shipal va relislar yolqin ichida qolgandek bo'lib ko'rindi ekan. Albatta poyezd haydovchi poyezdni to'xtatdi ekan. Cho'lda nimalar bo'lmaydi deysiz? Poyezd haydovchilar yugurib pastga tushadi. Qarasa tinchlik. Hech narsaga o't ketgan emas. Nashkashlar bo'lsa shu fursatdan foydalanib, sumkalari, chamadonlari, tog'arlarni ko'tarib vagonlarga chiqib oladi. Hozirgi sostavlarni bilasiz. Bir chaqirimlab so'zlab ketadi. Ming qarg'an bilan beka. Ular poyezdga chiqqandan keyin cho'ng bekatgacha berib oldi. U yerda bo'lsa yo'lovchilar ko'p. Kimning kimligini bilib beqingchi rost. Keyingi yillarda saqchilar maxsus o'gitilgan ishlarni beqiyotdi. Ular nashini puruqini topadi. Sizning jiyaningizni shunday ishlar tutib berdi. Viktor Nikorovich u yerda yana boshqa nurg'un gaplarni anglabdi. Bularning hammasini u menga so'zlab berdi. Lekin o'zimmi taxminan shunday bir gapga ichimdan ishinib qolgan edim. O'zim bilan tangtush bo'lgan yoshlarning aql va yuragiga hech kimning xiyoliga kelmagan bir yo'l topsam deb o'z go'shimni o'zim yeb yuratdim. Ularni yaxshilikqa boshlashim kerak deydim. Zimmamga yuqordan shu narsa yukilinayotgandek edi. Shundoq o'ylab, ehtimol o'zimga o'zim ortiqcha baho berib aytgandiman. Lekin har holda nimali bo'lmasin, chin qalbimdan shunday qilishni xohlaydim. Balki buni ijtimoiy kelib chiqishim tarafdan tushundirgili bo'lar. Men ayrim maqollarimda garchi umumiyroq tarzda bo'lsa-mu, ichimlikning yoshlarga bo'lgan halokatlik ta'siri ustida to'xtalgan edim. G'arbning fojialik tajribalari ostida chekimlik to'g'risida shunga yaqinroq narsalarni yozgan edim. Lekin bularning hammasini yo boshqalardan anglagan, yo kitob gazitlardan o'qigan edim. Yoshlar bo'libmi o'smirlar orasida tarqalayotgan nurg'un qayg'uliq oqibatlarga elib berayotgan, hammaga ma'lum shuning bilan birga nurg'ulg'an vabodan qo'rqqandek nomni aytishdan qo'rqadigan bangilik hodislari shaxsining o'z-o'zini yimirishidan tortib, to qiynab o'ltirganiga qadar o'z o'ylarim va kechirmishlarimni aks ettiradigan yorqin, ta'sirli maqol tayyorlash uchun mashinning ichidan hamma tafsilotlari bilan ichib beradigan bilim yetarsizlik qilyotdi. Mana qarang, shu asnoda mundaq voqealar bilan shaxsan o'zi to'qinishgan Viktor Nikorovich Gorodetskiy menga beshidan kechirganlarning hammasini, o'y xiyollarini so'zlab berdi. Pashani nashkash ilbatlaridan ajratib olish uchun ota-ona, aka-uka, butun oila uyini kichikroq bo'lsa-mu boshqa shaharga uyga almashtirib ko'chib ketishga majbur bo'ldi. Bularning hammasini Viktor Nikorovich kuyib pishib hikoya qildi. Shuning bilan ko'nglimga pukkan ishimga dodil kirishdim.
Men Moskvaga keldim. Bu yerga Qozon vokzalidan nashi o'sadigan cho'llarga jo'nishim kerak edi. Gap shuningdeki dal mana shu Qozon vokzalida o'smirlarning nashiga boradigan choparmanlari, ular nashi yig'ishga boradigan bolalarni choparman deydi. Guruh bo'lib oladi. Keyin bu narsaga ishonch hosil qildim. Choparmanlar Shimol hamda Baltiq dengizi bo'yidagi turli shaharlardan bo'libmi Arkhangelskiy bilan Klaypedadan jiq keladi. Farzimcha bu shaharlarda nashini yo'lga chiqayotgan dengizchilarga pul qilish oson bo'lsa kerak. Nashga choparmanlarning iziga tushish uchun men Qozon vokzalida Otyuk yoki Otya laqamlik ko'krigiga 87-nomerlik raqam osgan yuk to'shig'ichini tepishim, uningga koni bir to'nishidan salom yetkazishim lozim edi. Tonishning nomi bizga Pasha orqali ma'lum bo'lgan edi. Otyuk bilan sotadigan kassalarni yaxshi biladi. Ozg'ina tapan haqqi hisobiga boradigan joyga yetkazib qo'yiladi. Lekin kimning shunday qilganligini bilolmadim. Uningdan boshqa yana kimningdir shu ishlarni maxfiy boshqarib turadiganligi aniq edi. Shu Otya bolalarning hammasiga bir poyezdning biletini tepib, ularni har turli vokzallarda vagonlarga joylashtirib mang'uzish kerak edi. Nashga choparmanlar bilan yaqin tonish bo'lib olib, shuni bilib oldimki, nashi ilib kelish uchun bordiganlarning beradigan birinchi va'dasi qo'lga tushib qolgudek bo'lsa, zotila eg'is ochmaslik, bir-birini sotmaslik ekan. Shuning uchun ular odamlar oldida bir-biri bilan kamdan-kam paranglashadi ekan. Shunda qilib, mana Moskva ilgirga kelgan-ketgan paytlarimdan pishiq bilib olgan 3 vokzal maydonida turibdiman. Odam ko'p. Bo'libmi yer asti temir yo'li bilan vokzalning o'zi tixma-tixma. O'tish tas. Shuncha odam nerdan kelib nega bordi ekan? Ular bu 3 vokzal maydonida qaynamga kirib qolgan cho'pdak pir-pir aylanib, baribir men Moskvani ko'rishni, shahar markaziga, sal kengroq joyga chiqib olgandan keyin bo'lsa, ko'chalarda yurishni, koni kitob do'konlarini aralashni, uqtirish va turli ilonlarni o'qishni ilojini qilsam, yana Tretyakov san'at sarayiga va Pushkin muzeyiga berishni to'liq yaxshi ko'ratdim. Bu qitim elektr poyezdidan Yaroslavskiy vokzalida tushib qolib, odamlar to'p ichida Qozon vokzali tarafga ketib etib, menimdan bir fikr o'tdi. Munini ko'ring. Ilgari o'zimga o'zim xo'jayin edim. O'z xohish istiklarim o'zimga tava, zimmamda hech qanday yuk yo'q. Hech qanday ish tashvish vaqtimni band qila olmaydim. Moskva ko'chalarida xohlaganimcha tomosha qilib, o'ynab yurardim. Buningdan ortiq yaxshi bo'lishi mumkinmi? Oxir qaltis chaqlar ekanda shu chaqlar. Hozir bo'lsa chumili uvusidek odamlar saldak eqib yurgan cho'ng Qozon vokzalida ko'krigiga 87-nomerlik raqam osgan Otyuk laqamlik aloqachi va yuk to'shig'ichini hayol qilmay tepishim kerak. Ah xudoyim. Bunun nomeri 87 bo'lsa, Qozon vokzalida uningdak harva so'raydiganlarning o'zi qanchakin 100dan kam emasdir har holda. Haqiqatan bu qaynam ichida uni tepish oson ish emas. Yarim soat sarf qilib, yuk to'shig'ichilar yuradigan joylarning hammasini aynib chiqdim. Oxirida uni Toshkentga minish oldida turgan poyezd supisidan topdim. Otyuk Alikimning chamadonlari bilan yashiklarni harvadan vagonga ittik uzitib beriyotdi. Birdan poyezd xodimlarga chaqchaq qilib qo'yatdi. O'ziga bekmo yig'sa kerak. Vokzallarda keng tarqalib ketgan bir gapni hadab takrorlaydi. Pulim bor, Qozonga borman. Pulim yo'q, Buloqqa borman. Men bir chetda uning bo'shishini, yo'lovchilarning o'z vagonlariga o'rilishini uzatqili chiqqanlarning bo'lsa, poyezd sostavini bo'ylab vagonlarning aynaklari oldida turishini kutib turdim. Oxiri u olgan choy pulni cho'ntagiga tiqqan peti hosirab chiqib keldi. Devidak berdim. Yigit ekan, ko'zlari to'rt tarafga ho'diqib qaraydi. Men ishni buzib qo'yg'ili tasli qoldim. Uningga sizlab gap qilishga, yana kelib avara qilganim uchun abu so'rashga oz qatdiman. Bormisan, Otyuk, ishlaring qandaq? Dedim uningga ilojining bericha parvosiz va takallufsiz holda. Ishlarimiz xuddi Polsha, ot harva kimninki, pantinki.
meni xuddi 100 yildan beri tanıydigan odamdek chechanlik bilan javob berdi u. Pan o'zing ekansan-da, dedim uningga harvisini ko'rsatib. Shundaq bo'lmay, bizmi og'ayna bilimiz pulning sisiqiga chiday olmayotganlarni. O'zing nima qilib yuriysan, birodar? Yük pükün bo'lsa apirib qo'yaymi? Qandaq deysan? Xo'sh. Apirib qo'yish o'zimningmi qo'ldan keladi. Chaqchaq qildim. Sening de ishing bor. Ayt, nima ishing bor? Bu yerda emas, sal chetga chiqayli. Yur bo'lmasa, birodar, neriroq borayli. Uzun poyezd supisidan o'tib, vokzal binasiga qarab mangdiq. Toshkent poyezdi qo'zg'aldi. Yenimizdan aynaklarga burullarni tiragan yoshlar qator-qator o'tishga boshladi. Qo'shni yo'lga alqa yaqin boshqa bir poyezd kelib to'xtadi. Poyezdlar qator-qator turadi. Odamlar oldirishatdi. U yoqdan bu yoqqa yugurishadi. Radio kanallaridan dam-dam kelayotgan va ketayotgan poyezdlarning qitim sonlari e'lon qilinib turadi. Vokzal binasiga kelganimizdan keyin o'tyuk harosini bulonga tortdi. Bu yerda hech kim yo'q edi. Atrofga zan selib qaradimda, uningga Pashka degan odamning duoyi salmini yetkizdim. Uning ismi Igor bo'lib, choparmanlar orasida Muj laqabi bilan tanilgan edi. Nemishqa Muj ekanligini bir Xudoning o'zi biladi. Muj o'zi qani so'rdi o'tyuk. Yetib keladi, javob berdim. Oshqozon yorisi qiynavatdi bechorani. Deganimdek bo'pti, ichini peshansiga urdi o'tyuk. Bir yoqdan aytganning to'g'ri chiqqanligidanmi mamnun edi. Onunğa o'tgan qitim aytgan edim. Tantaklik qilma, avval o'zingga baq. Ondan nag'ra qoq degan edim. Ekstraga aran chidavatadi. Endi beli sunudida mana qara, endi oshqozni yarib bo'ptim. Men ichinib quloq solgan bo'lib oldim. Lekin ochiqini aytsam, ekstra degani nima? Haraqmı yoki boshqa narsami bilmaydim. Xudoga shukr, uningdan buni so'rab o'ltirmadim. Keyin uqsam, ekstra degani nashi chingidan ishlangan mum sig'ish ekan. U xuddi plastilinga o'xshaydi ekan. Nashidan qilingan eng qimmatli narsa shu ekan. Men plastilin haqida Viktor Nikorovichdan anglagan edim. U qora dorug'imi o'xshab ketadi ekan. Ximiya tajriba hollarida ekstra xroinga o'xshash suyuqlikqa aylantirilishi mumkin. Buningga mujja o'xshashlarning yoki boshqa tashkillash chaparmanlarning qurbi yetmaydi. Lekin ularning toza ko'ngli tortib qolsa, ekstrani tillarning ostiga qo'yib sho'rash, chaynash, aroqqa aralashtirib ichish, nonga qo'shib yeyish qo'llaridan keladi. Ular ekstrani tetib ko'rmoqchi bo'lsa, mingimizni bir qapoq qilayli deyishadi. Lekin qo'l bolasi bo'lgan nochi ish nashi chekish. Buningdan har kim o'z holiga yarasha, ba'zilari tozisini chekidi, ba'zilari tamakiga aralashtiradi, chekkandami mengi xilila qo'yidi. Lekin bunda qilganda nashining kayfi boshqa usullarga qaraganda tezroq tarqaydi. Bularning hammasini va nashkash chaparmanlarning hayotiga oid boshqa jiq narsalarni men Xalxingulga borganimda asta-asta bilib oldim. Nashi chiqadigan ashu joylarni Xalxingul deb ataydi ekan. Xalxingul degani qurib ketsin, tugishib ketgili tasli qoldim. Senmi birodar Xalxingulga g'imi so'rdi o'tyuk gap arasida. Boshda tilim tutib qoldi. Xalxingul deganini tushunmadim. Keyin birdila aqlim ishlab ketdi. Shundaq desakmi bo'ladi? Umuman olganda shundaq bo'lmasa, men nima deb? Undaq bo'lsa, gap mundaq. Bilet to'g'risida birodar g'am qilma, hammasini qottirib etimiz. Qolgan gaplarni o'tchib elib kelgan chig'ingda do'g'ning o'zi hal qiladi. Bu mening ishim emas. Bizga bilet elib beradigan do'g'ning kim ekanligi, uning nimani hal qildiganligini men bilolmadim. Buni oxirgacha aniqlay olmadim. Lekin o'tyuk bilan paranglashgandan keyin Xalxingulga bugun emas, erta mangdiganligimizni uqdim. Anglashimcha texi hamma chaparmanlar yetib kelmabdi. Murmanskdan 2 chaparman kashlik poyezdi yetib keldi ekan. Yana biri qayerdan kin bilmayman, erta mashada hozir bo'ldi ekan. Lekin endi ularning menga qilchi daxlisi yo'q. Moskvada bir kun turganga nimami tan kelsin. Atsi belgilangan vaqtda Qozon vokzaliga keldigan bo'ldim. Kelsem kelmesem baribir shu vokzaldan bo'lak yotadigan joyim yo'q. O'tyuk mening bilan
xo'shlashib etib, o't jib soladigan sumka va qog'oz xaltalaring bormi deb so'radi. Chamadonimda sumka va qog'oz xaltalar bor edi. U magazinlarga qara, og'zi mahkam, ching yepildigan aynak yoki so'lya quti topsang, setib ol. Shuningga nashning shirisini yig'san dedi. Ahmaq bo'lma, nihoyatda qiyin ish u, lekin bir ozla sirash to'pla deb pichirladi u. O'zim zodla berib baxmagan, lekin jiq anglaganman. Mashada Liu Ha degan biri bor. 2 qatim safar qilib keldi-da, darhol Jiguli markali mashina oldi. Moskvada mazza qilib yuribdi. Payzi qilib, odam uzoq bo'lsa, 10 kunlar qiynaldi xolos. Shuningdan keyin har qaysimiz o'z yo'limizga ketdik. Men chamadonimni saqlash o'rniga topshirdim-da, Moskvani aynishga atlandim. May oyi oxirlashib qolgan. Yoz boshlanish oldida Moskva boshqacha bo'lib ketadi. Mundaq desam, ko'z paslichu, havo haddidan ziyoda toza, yo'pirmoqlarning tilla rang sho'llari hatto odamlarning ko'zlarida aks etadigan bosh ko'z mazgilimi mislsiz chiroyli. Lekin men to'laroq yozga kirib ketayotgan Moskvani yaxshi ko'raman. Uning kunduzdagi ko'chalari rohat, sutdek oydin ko'chalari rohat. Bundaq chaqlarda shaharning o'zimi, yulduzliq osmonimi yoki tong suzilgicha tun nuriga, sho'llarga cho'milib yotdim. Men vokzaldan tezroq sap havoga chiqmoqchidim, lekin shahar markaziga yer osti temir yo'lda berish qulayligini asildim-da, yana odamlar iqimiga qo'shildim. Texi kashki qista-qistanga xeyli vaqt bor. Ko'z oldimdan qorong'ulik va yo'ruqlik lipildab o'ta shahar markaziga yetib keldim. Shivridalov maydonidagi o'zim yaxshi ko'radigan bog'chaga kirdim. Bog'cha xuddi yiqimliq va go'zal orolga o'xshaydi. U ko'p-ko'k yashnab turdi. Atrofida mashinalarning tinimsiz iqimi va zich qurshab turgan binolar men ixtiyorsiz yo'lovchilar do'qiniga qo'shilib, ko'rgazmaxona tarafga mangdim. Birer ko'rgazma ichilgan bo'lsa ko'raman dedim. Ammo ko'rgazma oldidan Pashkov uyidan o'tib Vilkunog'iga va ondan Pushkin muzeyiga bordim. Nimish ekanligini bilmayman. Dilim to'lim xotirjam va shod edi. Bu shodlik balki texi qista-qistan boshlanmagan Moskva markaziy ko'chalarining jimjitligidan yoki shaharning mushu qismiga hukmronlik qilib turgan mazmun tog'dak so'zilib yotgan Kremlning xish tomlaridan kelgan bo'lishi mumkin. Men ixtiyorsizla bu tomlar nimalarni ko'rmagan va texi nimalarni ko'rmaydi deb o'yladim. Men ko'chada turli o'y xiyollarga cho'mib, saqlimni tunugun oqshom qirib tashlaganimni tamamen yodimdan chiqarib, sepsiliq enkimni o'zimmi sezmagan holda hadab silaydim. Qozon vokzalda uvi qurib olgan jinoyatkor guruhning ichiga beshimchi kirib, nimalarni aniqlamoqchi bo'lganimni vaqtincha yodimdan chiqarib qo'ydim.